bu aynan uxlab qolgan, u hamma ishim yaxshi yuribman deb yurgan asoschilarga juda ham ko'p eshiklar, juda ham ko'p imkoniyatlar borligini o'zlari bilan ko'rishni xohlab qolgan bo'lardi. Bog'chamizni ochganimizda hamma bilimim bor. Men уже necha yildan beri menejer bo'lib ishlayman, bemalollikman degan joyda 6 oyda to'xtab qoldim. Demak, biznes boshqarish bu mendan yana ham ko'proq bilimlar talab qilar ekan. HR, marketing, moliya, yana yuridik masalalar bo'yicha o'sha joyda 6 oydan keyin qotib qolganimizda shu yoshlar biznes maktabi bizga juda katta ham yordam berdi o'sishimizda. Sardorbek, o'zingizni tanishtirsangiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Sardorbek Musinov, Kaizen Press School bog'chasining asoschisiman. Sardorbek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizani yoshlar biznes maktabini birinchi oqim bitiruvchisi Sardorbek Musinov, Kaizen Press School loyihasi asoschisi. Marhamat, obzorni boshlaymiz. Rahmat. Keling. Tushuntirib bersangiz, bu yashil zona ekan, bolalar o'yingohi. Shular haqida bir ma'lumot bersangiz. Bu demak yashil zonamiz. O'zingiz bilasiz, har bitta bog'chada demak bolalar toza havodan nafas olib, o'sha darslardan zerikkan paytlari o'ynab qilish uchun sharoitlar yaratganmiz. Iloji boricha ko'proq nima deydi, kengroq joy bo'lishini xohlaganmiz. Shuning uchun shunaqa chiroyli bir yashil zona qilib qo'yganmiz. Shu joyda demak biz ijaraga olgan bo'lsak, ijarachining qilgan ishlarimizni ko'rib, bizni ilhomimizni, motivatsiyamizni ko'rgandan keyin demak bu joyni ham olgan deb o'zlari taklif berishyapti hozir. Xudo xolasa niyatimiz bor, kengayish. Shu joyni oladigan bo'lsak, yana bir 6 sotuq joyni egallagan bo'lamiz va mana shu o'rta devor buzadigan bo'lsak, yashil zonamiz yana 2 baravarga oshadi, xudo xolasa. Zo'r. O'zi ertalab demak kelishadi. Ertalab bog'chamiz soat 8 dan boshlab ishni boshlaymiz. Soat 8 dan keyin demak soat 9:30 gacha bolalarni qabul qilamiz va ularni demak ertalab nonushtasi bo'lgandan keyin, nonushtadan keyin ularni demak birinchi darslari boshlanadi va birinchi darsdan keyin ikkinchi demak nonushtamizni beramiz. Ikkinchi nonushtamizdan keyin ularni o'sha hazm qilish uchun soat demak 11 larda bolalar kunduz paytlari shunaqa o'yinga chiqishadi. Va shu o'yinda ko'rib turgan bo'lsangiz, plashatkamiz ham, yashil zonamiz ham shunaqa qilganmiz. Iloji boricha daraxtlarni qoldirib va mana ko'rgan bo'lsangiz, setkalarni ham polностью demak qoplab o'rmaganmiz. Nur tushib turib, shamol o'tib turib, nima desa bo'ladi, ham tabiiyligi qolish uchun shunday qilib oralarini ochib, tabiiy daraxtlarni qoldirib, maksimal darajada nima desa bo'ladi, naturalniy bolalar maza qilishlari uchun sharoit yaratishga harakat qilganmiz. To'g'risini aytsam, Kaizen Press Schoolga kelib eng meni e'tiborimni tortgan narsa bu tabiiylik bo'ldi. Shunaqa. Iloji boricha shu tabiiylikda ushlab qolib, iloji boricha tabiiylik asosida, qadriyatlarimiz asosida shu yapon metodikasini jamiyatimizga taqdim qilish. Jamolin aka, shu yashil zonamizni tanishgan bo'lsangiz, mana bu yerda demak bizni yozgi basseynimiz joylashgan va bu yerda biz oshxonamiz joylashgan. Endi hozir ichki binomizga taklif qilaman, dars jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Sardorbek, Kaizen Press School loyihasi qanaqa paydo bo'lgan? Kaizen Press School bog'chasini birinchi tarixini gapiradigan bo'lsak, avvalo shu oldin moliya sohasida ishlaganman. Shu soham yuzasidan Yaponiyaga tashrif buyurganman konferensiyaga. Birinchi tashrifimda Yaponiyani madaniyatini, odamlarning intizomini, tartibini ko'rib, juda ham ilhomlanib va ikkinchi, uchinchi safarni ham ayolim bilan birga qildim. Ayolimda ham xuddi shu menda uyg'ongan ilhomni uyg'otish uchun bordik. Birga borib, madaniyatini ko'rib, ularning intizomini, tartibini ko'rib va u yerdagi bog'chalarga tashrif buyurib, bog'chalardagi bolalarning tartibini, intizomli, mustaqil yurishlarini ko'rib, ilhomlanib, shu o'zimizda ham xuddi shu madaniyatni O'zbekistonda jamiyatimizga olib kirish maqsadidan uyg'onib, shu Kaizen Press School nomli bog'chaga asos solamiz deb niyat qilib, shu ishga kirganmiz, bog'langanmiz. Kaizen Press School bog'chasi haqida ma'lumot. Qachon faoliyatni boshlagansizlar? Hozirgi holati, qanaqa yutuqlarga erishdinglar bugungacha? Kaizen Press School'ni ishlab ochganimizga 1 yildan oshdi. Boshida albatta bu yo'nalishni bozorga olib kirish sal qiyinchilik bilan bo'ldi. Sababi
bizni industriyamizda, bizni sohamizda ko'proq hozir ota-onalarning talabi boshqacha. Ya'ni ularni mindseti nimalar bor, nimalar yo'q. Ya'ni akademik ilmlarni talab qilishadi. Ya'ni ingliz tili o'tasizmi yoki bo'lmasam robototexnika bormi yoki bo'lmasam nima texnikalari bor, planshetlar o'tasizlarmi yoki bo'lmasam televizorlar bormi sizlarda, именно touch screenli televizorlar xohlashyapti. Umuman talab boshqa, ota-onalarning fikrlari boshqa, mindset boshqa bog'cha haqida. Shuning uchun bizni boshida bu bozorga kirib kelishimiz juda qiyin bo'ldi. Sababi biz ota-onalarga, xalqqa, jamiyatga kaizen bu strategiya emas, kaizen madaniyatini olib kirishimiz va tushuntirishimiz shu ozgina qiyinchilik bo'ldi bizga. Sababi bizda gadjetlar yo'q, televizorlar yo'q. Bizda asosiy maqsadimiz jamiyatga intizomli, tartibli, tarbiyali bolalarni ko'paytirish. Ya'ni bog'cha madaniyatini odamlarga tushuntirish. Ya'ni bog'cha bolasi bu boladek katta bo'lishi kerak. Bu ya'ni aldamaslikka, to'g'ri so'zlikka, o'g'irlamaslikka, ota-onani yoki bo'lmasam kattalarni hurmat qilishga, o'rtoqlari bilan do'stlashishga, jamoatga kirishishga, olgan narsasini qaytib berishga, shularga disiplina, intizomga asoslangan bir jamiyat tuzishni ota-onalarga tushuntirib berish maqsadimiz. Keling. Bu yerda demak bolajonlarimiz o'zlari kirib, mustaqil ravishda shu yerda o'tirib, o'zlari oyoq kiyimlarini yechib, o'zlari joylab, mana har bitta bolani o'zini javoni bor, shu javoniga kiyimlarini qo'yib, o'zlari mustaqil kirib ketishadi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, har bitta guruhlarimizni demak nomlari panda, solnoshka, origami, zvezdochka, sakura va kaizen gruppalarimiz bor. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana hozir оформлениyalarimiz ham, dekorlarimiz ham hammasi sotib olinmagan. Ya'ni hammasini demak o'zimiz tarbiyachilarimiz, o'zimiz bolalarimiz mana hammasini yasashgan. Buni nimaga? O'sha kirganingizda fayz, baraka, demak o'sha fayzi ko'rinib turish uchun, bilinib turish uchun hammasini o'zimiz yasaganmiz bu yerda. Biz tan olish kerak, hamma dekoratsiyalarda tabiiylik ufurib turibdi-da. Shunaqa. Uni ortiqcha dekoratsiyalar yo'q, samimiylik, oddiylik, yaponcha oddiylik shunaqa sezilib turibdi-da bog'changizdan. Bu resepsiyonimiz ota-onalarimizni kutib olib, bularga demak tushuntirib beramiz, bog'chamiz haqida ma'lumot beramiz va bu yerga televizor qo'yganmiz. Nimaga ota-onalarimiz mabodo kameradan bolalarni ko'rish maqsadida kelishsa, o'sha kameradan, televizordan ulab beramiz bularga. Bugungi kunda Kaizen Preschoolda nechta xodim ishlaydi, nechta bola sizlarga qatnaydi, shular haqida, qanaqa hozirgi kundagi faoliyatingiz haqida ochib bersangiz. Hozirgi kunda 10 ta xodimimiz ishlaydi. Bolalar soni 70 ta. Bolalar soni hozirgi kunda 70 ta. Birinchi 8 oyda o'sishimiz juda qiyin bo'ldi, lekin o'sha zararsiz nuqtaga zo'r yetib oldik desa ham bo'ladi va zararsiz nuqtaga yetganimizdan keyin keyinchalik keyingi qadamlarni qo'yish, o'sishda juda qiynaldim. Sababi bu nima deb o'ylayman, yetarli soha bo'yicha, ya'ni boshqaruv bilimlari yetmaganligi uchun deb o'yladim. Chunki asoschi nafaqatgina moliya sohasida, balki marketing, HR va undan tashqari odamlarni boshqarish, ya'ni o'sha bilimlari kerak bo'ldi o'sha moment, o'sha anaqa vaqtda. O'sha paytda yoshlar biznes maktabi haqida eshitib, saralash bosqichidan o'tib, 1 oylik o'sha kursni, maktabni o'qidim. O'sha maktabda ishtirokimda sizlarga rahmat Jamolin aka, o'sha kuchli mentorlarni, nima uchun kuchli deb ayta olaman ularni, chunki o'sha maktabgacha ularni o'zim kuzatganman shaxsan. Marketing, moliya sohasidagi sotuv bo'limi ustozlarini hammasini o'zim kuzatganman shaxsan va ularni o'sha 1 oy ichida ularni ta'limini, bilimini olishga muyassar bo'ldim va o'shandan keyin albatta umuman biznesga, tadbirkorchilikka boshqa nazar bilan qaraydigan bo'ldim. Ya'ni ikkinchi marta uyg'ondim desa ham bo'ladi. Undan keyin ko'p o'zimizni demak mas'uliyatlarimizni delegировать qilib,
har bir qarorlarni hissiyotga berilmasdan, kutuvlarga berilmasdan aniq bir sonlar, aniq bir strategiyaga asoslanib qarorlarni qabul qilishni o'rgandim. Bu menga juda katta yordam berdi. Yoshlar biznes maktabigacha fikrim bu biznes meniki, bu bolam meni, buni hech kimga berib qo'ymayman degan qanaqadir miyamda to'siqlar bor edi. Yoshlar biznes maktabida eng asosiy shu narsani menga berdi, ya'ni bu biznesni kengaytirish kerak. O'zing kengaytira olmaysan. Unga yetarlicha mentorlar, kerak bo'lsa investorlarni jalb qilish mumkin va o'shalar bilangina tezroq va to'g'ri kengayish kerakligini tushundim. Yoshlar biznes maktabidan keyin, mana o'qiganimizdan keyin alohida o'sha strategiyalarni, o'sha imенно dashbordni bizga tushuntirishdi. O'sha dashbordlarni ham tuzganda shunday tuzildiki, dashbordni investor ko'rgan odam hamma informatsiyalari bor, hamma demak datalari bor, ma'lumotlari bor. Uni ko'rib turib, bu sohaga pul tikish mumkin yoki pul tikish mumkin emas yoki bo'lmasam qay holatdaligini ko'rsa bo'ladiganiga bo'ldi va biz ochiqroq ishlashga o'rgandik. Sardorbek, boya suhbatimiz davomida aytdingiz, yoshlar biznes maktabida o'qiganimdan keyin raqamlarga asoslanib qaror qabul qilishni boshladim dedingiz-da. Shuni real misolda tushuntirib bera olasizmi? Albatta, mana hozir o'z ko'rib turgan bo'lsangiz, mana hozir shunaqa demak o'zimizga veb-sayt yaratdik. Veb-saytimizda mana ko'rgan bo'lsangiz, yoshlar biznes maktabida bizga tushuntirishgandek, moliyani har bitta demak qaror qabul qilish uchun nima sonlarga asoslanib qaror qabul qilsang, o'sha sonlar demak sizda dashbord bo'lib ko'rinib turishi kerak edi. Shunaqa dashbord yaratdik. Demak, dashbordni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak har bittasini hamma xarajatlarimiz, demak daromadlarimiz, har bitta bola bizga qanchaga tushyapti, har bitta bola bizga qancha foyda olib kelyapti, demak avtomatik ravishda demak har bitta demak ishchilarimizni oyliklari, ishchilarimizga KPI'lar qo'yilib, например, ishchilarimiz yana keyin kelish va ketishni nazoratga olib va bolalarimizni ham xuddi shunday, bolalar soni va ularni demak bolalar sonida nima ham yana muhim, ketganlari ham, ya'ni demak aktivniy, neaktivniy bolalar soni ham, ya'ni o'sha neaktivniy bolalar sonini o'zimizda saqlab qoladigan bo'lsak, demak o'sha bizni demak OKB deyiladi-ku, общий клиентский bazani oshirish uchun. Va undan keyin demak har bittasini demak posishayimizda сотрудникlarimizni ko'radigan bo'lsangiz, soat nechida keldi va nechida ketdi. Kelmagan kunini отметка qilib qo'yadigan bo'lsak, bu albatta bizda demak oylikda o'zi avtomatik ravishda minus qilib KPI'larimizni avtomatik ravishda mana hisoblab beradi. Har bittasini oyliklarini. Zo'r, ajoyib. Jamoa boshqaruvida, umuman o'zgarishda, sizga keladigan bolalar sonida yoki bo'lmasa xodimlarni boshqarishda, marketingda, strategiyada keyingi bosqichga o'tish bo'yicha sizda qanaqa realniy o'zgarishlar his qildingiz shu yoshlar biznes maktabidan keyin? Realniy case oladigan bo'lsak, shu paytgacha marketingni in-house qilib o'zim boshqarib kelganman. Lekin bu yoshlar biznes maktabidan keyin tushundimki, bu sohani asoschi o'ziga kerakli darajada bilib, mutaxassisga topshirgani ma'qulligini tushundim. Shu marketingda o'zim boshqarib, yetarli bilimgacha boshqarib o'solmayotganligimni tushundim va uni hozir mana kerakli mutaxassislarga topshirdim marketingni. Chunki bizda imенно mana hozirgi Kaizen Preschoolda yangi madaniyat bo'lganligi uchun u uchun juda marketing katta rol o'ynashligini tushundim. Shuning uchun hozir mana outsourcega berdim. Outsource mana hozir 1 oy demak biznesimizni analiz qilib, keyingi qadamlarni mana hozir qo'yishni boshladik. Bu uchun alohida demak o'sha YouTube kanallar, yangi va Telegram kanallar va Instagramimizni boshqacha bir strategiya bilan yurg'izishni boshladik. Bu yerda bolalarimiz asosan o'ynashadi. Demak yoz payti, issiq kunlari demak bolalar demak darslardan keyin ko'chada o'ynashsa, qish paytlari ko'chaga chiqmasligi uchun aynan shu yerda demak tayyorlanib, ota-onalarni shu yerda kutib va o'ynab o'tirishadi bu yerda. Bu demak Yaponiya atmosferaga, Yaponiyaga tushib qolgandek bo'ldik. Shunaqa. Soddalik, tabiiylik, oddiylik. Shunaqa ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerdan dekoratsiyalarimiz hammasi o'sha tarbiyachilarimiz va bolalarimizni qo'lidan yasalgan va rasmlarni ham ko'rgan bo'lsangiz, Yaponiyani demak atmosferasini berib turish uchun bambuk, panda
origamilik demak qushlar, demak logotipimiz hammasi demak o'sha Yaponiyani nima desa bo'ladi, anaqasini atmosferasini berib turish uchun qilingan shu narsalar. Bolalarga ta'lim berishda asosan demak har bitta xonamizda aytib o'tish kerakki, televizor gadjetlarsiz asosan qo'l harakatlari bilan Montessori demak yasash, demak biron bir narsalar yasash, tabiiy narsalar bilan o'rgatish bilan asosan beriladi. Chunki o'zingiz bilasiz, odam fokusini o'sha demak biron bir narsani yasashga, qilishga, jamoaviy nimadirlar birgalikda yasashga qilsa, o'sha o'zidagi xarakterlar, o'zi demak tartib, intizom uyg'onadi o'sha bolada. Demak biron bir narsani yasashni boshlasa, oxirigacha tugatish kerak. Uni birgalikda bu o'rtoqlar bilan yasasa komandniy demak jamoaviy yasashsa, uni demak birgalikda yasash kerakligini tushunadi demak. Asosiy shu. Bu yerda demak bolalarda hammomlari joylashgan bu yerda va bu yerda eng kichik guruhimiz, ya'ni kichik guruhlar bilasiz, tepaga chiqib tushish sal qiyinchilik tug'dirganlik sababli kichik guruhlarimiz hammasi bizni birinchi qavatda joylashgan. Bu demak o'sha 2 yoshli bolalar uchun va undan katta demak 2-3 yoshli bolalar uchun. Bu yerda hozir mana aktiviy zalimiz, bu yerda bizda bayramlar o'tkaziladi. Hozir u yerda bolalar tayyorgarlik ko'rayotganligi uchun, bolalar bo'lganligi uchun uni hozir ochib ko'rsata olmayman, sababi bu yerda bizda demak oshxonamiz. Ovqat demak ovqatimiz bizda alohida oshxonada tayyorlanadi, malakali oshpazimiz tomonidan. Bu yerda bizda ovqat bolalar demak stalovoy deydi. Stalovoyda bolalarimiz bu yerda ovqatlanishadi. Bizda unaqa boshqa bog'chalarda bo'lishi mumkin, bizda lekin uxlash joyi alohida, dars qilish joyi alohida, ovqatlanish joyi alohida. Unaqa bitta xonada ham yeb, ham dars o'tib, ham uxlab, unaqa bizda emas. Biz joyimiz o'zi ko'rib turgan bo'lsangiz, joyimiz katta bo'lishiga qaramasdan, bor yo'g'i 90 ta bolalarga mo'ljallangan. Ya'ni biz bu sig'imga yana ham ko'proq sig'dirishimiz mumkin, lekin bizda shu bolalar alohida joyda ovqatlanishi, alohida joyda uxlashi, alohida joyda dars qilishi muhim bo'lganligi uchun biz shunaqa bog'chamizni nima deydi, strukturasini tuzganmiz. Mana Sardorbek, sizni bilamiz, asosiy bog'cha bu sizni bir jamiyatda o'zgartiradigan, yangi avlodni tarbiyalaydigan bitta zo'r loyiha. Undan tashqari boshqa faoliyatingiz ham bor-da. Logistika juda katta bitta kompaniyani boshqarasiz. Ikkala biznesni parallelni olib ketish qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Qiyinchilik birinchi navbatda vaqtni nuqtai nazardan, chunki bizning sohamiz kechqurun bo'lganligi uchun kunduz uxlashimizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun kamroq uxlab, nima desa bo'ladi. Endi bog'cha o'zingizni balzam для души bo'lgandan keyin o'zingizni demak nima desa bo'ladi. Ikkinchi ishimiz shunaqami, jamiyatga foydam tekkanligi uchun, mazza qilib ishlaganligingiz uchun charchaganingizni sezmaysiz. Shuning uchun bu qanaqadir kuch berib turadi. Lekin ikkita tadbirkorchilikda ikkita ishni bir vaqtida olib kelishni yana bitta anaqasi, qiyinchilik tarafi, demak, u yerda o'zi hammasi anaqa sistemalashtirilgan, hammasi ishga qo'yilgan, yo'lga qo'yilgan. O'sha paytgacha demak bizga boshqa bilimlar kerak bo'lgan, lekin erta marketing bizga kerak emas bo'lgan, ayrim sohalar bizga kerak emas bo'lgan. Ikkinchi bog'chamizni ochganimizda o'sha hamma bilimim bor. Men o'sha necha yildan beri menejer bo'lib ishlayman, bemalol iplayman degan joyda 6 oyda to'xtab qoldim. Demak, biznes boshqarish bu mendan yana ham ko'proq bilimlar talab qilar ekan. HR, marketing, moliya, yana yuridik masalalar bo'yicha o'sha joyda 6 oydan keyin qotib qolganimizda shu yoshlar biznes maktabi bizga juda katta ham yordam berdi o'sishimizda. Mana Jamolniki ko'rgan bo'lsangiz, har bitta demak mana origamilarni ham bu yerda bolalarimiz, tarbiyachilarimiz tomonidan qo'lda yasalgan bular hammasi va shunaqa dekoratsiyalarni hammasini qo'lda qilishgan. Bu kutubxona uголокimiz, demak bu yerda ikkinchi qavatda yoshi katta bolalar bo'lganligi uchun yoshi kattadan 5 yoshdan kattalar o'zi o'qishni boshlashgan. O'shaning uchun kutubxona uголокini qilganmiz. Rasmli, rangli, chiroyli shunaqa kitoblarni joylaganmiz. Shunaqa. Bu yerda demak yana ikkinchi etajda alohida bolalar uchun, demak birinchi etajdagi yoki bo'lmasam
Birinchi qavatimizdagi bolalar tepaga ko'tarilmasligi uchun ularga alohida hammomlarimiz bor va ikkinchi etajda bolalarimiz uchun alohida yana hammomxonamiz bor. Bu yerda demak ularni uxlash xonalari. Bet bo'sh bo'lsa kerak, buni ko'rsatishimiz mumkin. Mana uxlash xonalari spesialni shunaqa qilingan. Demak, qorong'ulashtirib, uxlashlariga yengil bo'lish uchun shunaqa demak pardalar qo'yganmiz va xonani ham shunaqa nima deydi, uyutniy, bosuvchi shunaqa sharoit yaratganmiz uxlash xonasi uchun alohida. O'zi bog'chada bir oylik to'lov qanaqa? Bir oylik to'lovimiz hozir 3.600.000 so'm va albatta birinchi yangi kelgan ota-onalar uchun demak 2 kun sinov kuni beramiz bepulga va 3 kun kunlik to'lov asosida ularni qabul qilamiz. Ular yana ham nima desa bo'ladi, ko'ngillari o'ylantirayotgan bo'lsa, birinchi oy uchun 15% chegirma beramiz. 15% chegirmada va o'sha sinov kunlarida ular bemalol bog'chamiz sifatini va bizni madaniyatimizni tushunishga yetarli vaqt bo'ladi o'shanda. Zo'r. Bu demak ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha bolalarga xaritasini shunaqa yopishtirganmiz va shunaqa kichik uголокlarimiz bor. Demak, hamshira bo'lib o'zlarini demak sotuvchi bo'lib har xil ertaklar qilib bir-biri bilan bolalar o'ynashadi. Zo'r. Mana sizning nuqtai nazaringizda yoshlar biznes maktabi bu qanaqa dargoh? Eng yoqqan, eng esda qolarli taassurot qoldirgan jihatlarini bir sanab bera olasizmi yoshlar biznes maktabi? Eng esda qolarlisi bu asoschilarni uyg'otishi desam bo'ladi. Uxlab yotgan asoschilarga men juda maslahat bergan bo'lardim. Hammasi yaxshi ketyapti degani, bu degani hammasi yaxshi bo'ladi, men to'g'ri qilyapman degani emas. Shu paytgacha men ham shunaqa deb o'ylaganman. Shu yoshlar biznes maktabini kelganimdan keyin men qayta uyg'onib, qayta nima deydi, tug'ilib, ochig'i ko'zlarim ochildi. Shuning uchun bu aynan uxlab qolgan, u hamma ishim yaxshi yuribman deb yurgan asoschilarga yana bir marta kelib, o'z ko'zlari bilan ko'rib, juda ham ko'p eshiklar, juda ham ko'p imkoniyatlar borligini o'zlari bilan ko'rishni xohlab qolgan bo'lardim. Networking qanaqa bo'ldi? Networking juda ham zo'r bo'ldi. Bolalar bilan haligacha gaplashib turamiz, haligacha maslahatlashib turamiz. Aynan yoshlar biznes maktabida hozir ko'p ishtirokchilari imенно AI, texnologiya, IT startaplar bo'yicha bo'lganligi uchun mana hozir даже Instagramimizga ham ular bilan hamkorlik qilib AI javob beruvchi, ya'ni mana hozir startapini hozir qo'llab berishyapti, hozir razработкада ketyapti shu narsa. Ular bilan demak bir-birimizga взаимосвязно deydi-ku, hamkorlikda уже mana ishlashni boshladik. Juda ham katta yordam berdi. Imенно nimasi yoqqani, kim bilan hamkor qilsangiz, siz bilan foydali nuqtai nazardan gaplashadi. Bu bolalar biz bir-birimizni visionimiz, ya'ni dunyo qarashimiz bir xil bo'lganligi uchun o'zimizga shunday ham nima desa bo'ladi, hamkorlik qilyapmiz hozir. Darslarni o'tish jarayoni, mashg'ulotlarning jarayoni qanaqa bo'ldi o'zi? Darslarni o'quv jarayoni juda ham yaxshi bo'ldi. O'zim bilasiz Jamol aka, bundan tashqari demak kechki tunda ishlayman va haftada 5 kun demak qattiq o'sha kunduzi bog'chada, kechqurun anaqada o'sha o'zimiz sohamizda bo'lamiz, logistika sohasida bo'lamiz. Juma, shanba, yakshanba kunlari bo'lgani juda ham katta yordam berdi. Haftada 3 kun va uni mentorlar bir oy ichida shuncha bilimni squeeze up qilib deydi-ku, jamlab tushuntirib bergani, imенно case'lar bilan bo'lgani juda ham yaxshi bo'ldi. Hozir mana bu bolalarning xabari yo'q. Biz kelganligimizdan sekin alohida o'zingiz biz kirmagan holatda dars jarayonini olishingiz mumkin. Mana bularning hozir haqiqatdan xabarlari yo'q. Mana haqiqatdan hayotiy dars ko'rishingiz mumkin. Bu maktabga tayyorlovchi guruhimiz, olishingiz mumkin. Ayrim Yevropa davlatlarida yaqinda qonun qabul qilindi, ya'ni
voyaga yetmaganlarga gadjetlar mumkin emas deganda. Yevropa mamlakati. O'shaning uchun Albatta. hozir mana shu gadjetlarsiz bog'cha tashkil qilganingiz bu juda ham katta narsa. Mana ovqatlanish ratsioni, undan tashqari ya'ni xavfsizligi, chunki bu bolalarda, ya'ni ko'p Albatta. eshitamiz bog'chalarda ovqatdan zaharlandi degan narsalarda. Sizlarga bu narsaga qanaqa e'tibor beriladi? Biz albatta, demak, bu narsaga juda ham jiddiy qaraymiz. Birinchi navbatda o'sha nutritsiolog tomonidan va malakali oshpazimiz tomonidan ovqatlar tayyorlanadi va imенно demak, produktlariga, mahsulotlariga haqida gapiradigan bo'lsak, albatta litsenziyasi bor joylardan olinadi. Demak, alohida outsource kompaniyalar bor. Outsource kompaniyalar ularni har bitta olingan mahsulotlarini tekshirib, litsenziyalarini, demak, sroklarini, hammasini, muddatlarini tekshirib qabul qilib olishadi va ulardan biz, demak, outsource kompaniyadan foydalanamiz. Imенно mahsulotlarni yetkazib olib kelib berishdi bizga. Biz birinchi bog'cha qaysiki Yaponiyani imенно bog'chalarga metodologiyasini yozib beruvchi kompaniya bilan ish boshlagan, memorandum tuzgan. Ular mana bir oyni, demak, mart-aprel ichida, 2 oy ichida 2 marta biz bog'chamizga tashrif buyurishdi. Bu tashriflarda, birinchi tashriflarda ular biz tarbiyachilarimizni trening qilishdi va ikkinchi tashriflarida bizni bog'chamizda tarbiyachilarimizga, bolalarimizga sinovli dars o'tib berishdi. Darslar qanday bo'lishi kerak, nima qilish kerak va tashriflarida aytib o'tish kerak, mahsulotlarni, darsliklarni har bir kichik bir jihozgacha o'zlari bilan Yaponiyadan olib kelishdi va bizga 4 ta darslik videoda olingan 4 ta darslik tashlab ketishdi. 1 oy muddatida biz o'sha 4 ta darsliklarini videoga olib ularga yuborishimiz kerak. Va o'sha yuborganimizdan keyin 1 oydan keyin yana ular kelishadi. Va undan tashqari bizda alohida Miss Mao ismli maktabda, demak, 4-sinfgacha ta'lim bergan ayolimiz, yapon ayoli bizda haftada 2 marta kelib bolalarga dars o'tib beradi. Kaizen Preschool loyihasini kelajagini qanaqa ko'ryapsiz? Kaizen Preschoolni ochishimizdan ham maqsadimiz shunaqa bo'lganki, jamiyatda intizomli, tartibli, tarbiyali bolalarni jamiyatda ko'paytirish. Shuning uchun biz fokusimizni shu bog'chadan boshladik. Bog'chadan keyin xudo xolasa maktab ochish niyatimiz bor. Maktab ochganimizdan keyin buni, demak, masshtablashtirish, ko'paytirish niyatimiz bor. Maqsadimiz birinchi o'rinda O'zbekistonda hamma viloyatlarda shu kaizen madaniyatini tushuntirib yetkazib, hamma viloyatlarda shu, demak, o'zini filiallarimizni ochib, kengaytirib va undan keyingi qadam, ya'ni o'sha Amerika, Kanada va kerak bo'lsa Yaponiyani o'zida ham og'riqli joyi, demak, musulmon bog'cha, musulmon, demak, maktablar juda dolzarb masala hammada. Kerak bo'lsa, men o'zimiz ham yashaganmiz Amerikada. Shu sababli, shu maktab bog'cha bo'lmaganligi sababli O'zbekistonga qaytib kelganlar qancha. O'shalarga shu, demak, og'rig'iga yechim bo'lish uchun o'sha yerda ham Kaizen Preschool bog'chalarini ochish.